Nega yuridическийda nufuzli universitetni bitirib, biznes lady bo'lgansiz? Juda ham qiziqarli savol hamma uchun. Hamma menga direkt shu savolni beradi. Nima uchun yuridik sohani bitirib, yurist bo'lib ishlamayapsiz deydi. Xo'p, bunga bir nechta sabablar bor. Birinchi o'rinda bu albatta meni qiziqishim. Yurisprudensiya yo'nalishida men advokaturada ishlaganman. 2 yil davomida ofitsialni ishlaganman va tushunib yetganman, ha, yaxshi ekan, lekin salgina kamchiliklari bor degan narsa bo'lgan. Va prokuraturada ishlashga qiziqqanman, lekin tushunib yetganman. Agarda prokuraturada ishlaydigan bo'lsam, bitta odamga yordam beraman yoki 1000 ta odamga yordam beraman umrim davomida. Lekin men именно prokurorlarning boshidan fikrlashini o'zgartiradigan o'quv markazi ochsam, ya'ni chunki ular birinchi qadam meni o'quv markazimda qo'yadi. Birinchi qadamni qo'ygan paytida biz to'g'ri yo'nalish, to'g'ri miyasiga fikrlash beradigan bo'lsak, ulardan ertaga adolatli prokurorlar va sudyalar, advokatlar chiqadi va biz 1000 ta odamga emas, million ta odamga yordam beradigan advokat prokurorlarni tayyorlashda yordam bergan bo'lamiz. Shu uchun ham men yuridik sohada biznes ochganman va albatta moliyaviy tarafi ham bor.